İslam adabıdan bir dasta. Abduri Şeyh Allame Abdülfettah Abu Gudda. Tercüme qilguvchi Muhammad Qavul Qaraxoni. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah. A9 Korrektori Abduli Abliz. Muhammad Barat. Muqav loyihaligüchi I Erikbeg. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan. Muqaddima o'rnida. En güzel hamdü sana ve tazimler alemlerinin Rabbi Allah'a bolsun. En afzal durud ve salamlar serveri alem Peygamberimiz Muhammed'e bolsun. Şundaqla o zatning yo'liga ve adablariga ergashgan taqvodor, pak aile tavabatı, ashablari ve tabiinlariga bolsun. Ey Allah, söz ve amellarimizde ularga ergashishni bizlarga nasib qilgan. Ajal kelganda bizni ularning sunnati ve muhabbati uzra vafot topqizgan. Hurmatli o'qirman. Fikir nurg'un musulmon va muslima qarindosh do'st yaronlarimning haq islomning zarur adab qoidalaridan g'ofil qilishi yoki noto'g'ri tatbiqlashlariga shohid bo'ldim. Shu vajdan mazkur adab qoidalarini astoydil tizib chiqib, kishilarning samiga havola qilish maqsadida qo'lingizdagi islom odobidan bir dasta deb atalgan o'sha bu kichik risolani yozib chiqdim. Darvaqa men qarindishingizmi bu adablarda ulardan yaxshiroq hamda behojat bir kishi emasman. Niyetim faqatla vaznasat qilgan. Vaznasat mu'minlarga manfaat qiladi degan ochiq amriga bo'ysunish va haqni, sabrni tavsiya qilishdir. Alloh meni va qarindoshlarimizni vaznasat bilan ihyo qilg'ay va bu risola bilan manfaatlantirgay. Dunyo oxiratda bizga o'zining inoyati va hidoyati bilan ega bo'lg'ay. U haqiqatan solihlarga ega bo'ladigan zotdir. Abdülfettah Abu Gudda. Hijriya 1412-yili Muharramning 1-si. Riyod. Muallifdan askartish. Bu risoladagi hadislar sahih yoki hasan hadisdir. Islom go'zallikdir. Adab kamolatning belgisidir. Shubhisizki, haq islomning hayotlikning hamma sohasiga munosabatlik nurg'un adab fazilatlari bordirki, bu adab fazilatlar cho'ng kichik, ayol hammaga o'rtoqdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollar erlarning juftillaridir degan. Şuna er kişiden talep kılınan İslami adab ayol kişidenmi talep kılınıdı. Çünkü Müslüman cemiyet er ve ayoldan teşkil tapıdı. İslam insaniyet içire er ve ayol arkalık namayan buludu ve tonuludu. İslam bu adablarını mümin kimlikinin takambulluşu ve insanlar ara ittifaqlığının hasıl buluşu için targib kılgan ve halayıqni bununla davet kılgan. Şeksiz ki, ana şu adab faziletler bilen zinnetleniş Müslümanın yürüş duruşuğa hüsn katıdı. Güzellikini aşırdı ve Müslümanın kimligini suyumlik görüstüp onu qalblariga yaqin qiladi. Bu risolada zikr qilinadigan adablar shariatning javhari va maqsadlari qatoridandir. Gerçi bu yerda adab deb atalsa-mı, bu hargizmi kishilik turmushda qilsa-mı, qilmasa-mı bo'ladigan yoki qilsa afzal bo'ladigan oddiy ishlar deganlik bo'lmaydi. İmam Qarafi Al-Furuq adlı kitabida amalga solishtirganda adabning o'rnining yuqori martabada amalning oldida turadiganligi haqida to'xtalib mundaq degan. Bilginki, az adab ko'p amaldan yaxshiroqdir. Shunga Ruvaym, salih va alim bir kishi o'g'liga mundaq nasihat qilgan. Ey o'g'lim, amaling tuzdak, adabing undak bo'lg'ay. Ya'ni adablarni shu qadar ko'p hosil qilg'inki, xamirda tuzga nisbatan un ko'p bo'lgandek adablar shundoq ko'p bo'lsin. Adab az bo'lib, amalning ko'p bo'lganidan ko'ra, adab ko'p bo'lib, amalning az bo'lgani yaxshiroqdir. Mencha ba'zida biror adab haqida azroq beparvolik ko'rilib qolsa, askartib qo'yganning ziyni yo'q. Darvaqa, aramizda mushundaq o'p-ochiq ishlarda xatolashib, o'zining go'zal bo'lishga tegishli musulmon kimligini ziydirab qo'yayotganlarimiz az emas. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z o'pchorisidagi ba'zi sahoba kiramlarga qilgan o'sha bu so'zni adabni askartib qo'yishning ahamiyatiga ishorat qiladi. Sizlar qarindoshlaringlarning yoniga borsizlar. Shunga kiyimlaringlarni chiroyli qilinglar. Yuk taqinlaringlarni ratlik qilinglar. Shunday qilsanglar, kishilar orasida salobatlik bo'lsizlar. Alloh haqiqatan sahvallik yoki qasdlik bilan sodir bo'lgan qabih so'z va qabih harakatni yaxshi ko'rmaydi. Bu hadisni Abu Davud, Imom Ahmad hamda Hakim Mustadrakda Sahil ibn Hanzaliyya radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Shunga kishining musulmonligi kiyimining chiroyli, taqi-turqining ratlik, qiyofatining ko'rkam bo'lishidan bilinib turish kerak. To'g'ri yo'l Allohdandir. 1.
Uyingizga kirgan, chiqqan chog'ingizda eshikni qattiq ittarmang yoki eshikni o'zligidan qattiq yepilishiga qo'yib bermang. Chunki bu ish siz mansub bo'lish sharpiga muyassar bo'lgan islomning nazokatiga ziddir. Balki eshikni qo'lingiz bilan siliq yepib qo'ying. Siz balkim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Hazrati Aisha radhiyallohu anha tarafidan rivoyat qilingan o'sha bu so'zini anglagan bo'lishingiz mumkin. Qaysi narsada muloyimlik bo'ladi ekan, u narsa go'zallashadi. Qaysi narsada muloyimlik bo'lmaydi ekan, u narsa satlashadi. Muslim rivoyat qilgan. Ikkinchi, uyingizga kirgan, chiqqan chog'ingizda mayli er yoki ayol bo'lsin, ahli oilangizga musulmonlarning salomi, islomning nishonasi bo'lmish assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu bilan salom qiling. Bu islomiy salomni tashlab, xayrlik atigan yoki marhaba degandek boshqa salomlarni qilmang. Boshqacha salom berishingiz islomiy salomni zoya qilganlikdir. Halbuki islomiy salom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining so'zi va harakati bilan yo'lga qo'yib bergan, o'zi suyumlik xizmatkori Anasga talqin qilib bergan islomning simvolidir. Musulmonlarning nishonasidir. Anas radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga: "Ey o'g'ilchiqim, ahling qashiqqa kirsang salom qilgan. Salom sana va ahlingga barakat bo'ladi" dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Mashhur katta tabiinlardan biri bo'lgan Qatada uyingga kirsang ahlingga salom qilgan. Chunki ular salom qilishingga eng loyiq kishilardir degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan biror kim so'ringa kelsa salom qilsin. So'rindan qopmoqchi bo'lsa-mu salom qilsin. Birinchi salom ikkinchi salomdan afzal emasdir. Ya'ni ikkili salom afzallikda barobardir degan. Tirmiziy rivoyat qilgan.